Olma O'ltoy, o'rik teryapsanmi? Yo'q, malina bilan qulfni teradi. O'rik daraxtdan ham malina bilan qulfni tersa bo'lar ekanmi? Harakat qilsa terib bo'lar ekan. Qani? Qoyil. Hozir mana shu malina bilan qulfni uyda marojna qilib berasizmi? Ha, siz o'rik daraxtdan malina bilan qulfni terasizku, men qilib bermayman o'g'lim. Hammaga salom. Bugun biz uy sharoitida muzqaymoq tayyorlaymiz. Muzqaymoq uchun bizga qaymoq, quyultirilgan sut, qora plitka shokoladi va riza mevalar kerak bo'ladi. Men malina bilan qulfni tanladim. To'rt soatga muzlatgichga qo'yamiz. Qadrdon, video yoqqan bo'lsa like bosib, поделиться qilib qo'ying. Ha, O'ltoy. Baho beringchi. Qachon вообще zo'r. Yoqdimi? Qadrdon, bolangizga tayyorlab bering, xursand bo'lishadi.